Ming, tez berip su akagin. Meni ishga buyurmang. Men hojatga chiqaman. Ma balani kashkicha hojatxonaga yugurgan. Bey doktor, bu yer bo'ladi ekan. Maktabni mushu yerga solaylik. To'g'ri? Ma'qul. Bu yerga maktab solsak, toza muvofiq bo'lg'ida. Bak yaxshi bo'ldi. Yana yangi uy soladigan bo'ldik. Bilamsan Ming. Bu yangi uyni sizlar baloq solamas. Tez berib, Lolo bilan ding-dinglar xabar qilib qo'ygan. Bizga yangi uy sep beramdikan. Bak yaxshi bo'ldi. Yana yangi uy soladigan bo'ldik. Berib ko'rib boqaylik. Bizga yangi uy sepasa, bundan keyin biz birga turamdi. Mening yanada momom bilan birga turg'im bor. Mening mushu. Bolalar, kelib ko'rib beqinglar. Bu nima? Qaranglar. Yangi uyning rasmi ekan. Bek chiroyli ekan. Bek chiroyli sezilibdi. Bey doktor, siz rostla bizga maktab sepbermoqchimi? Bey doktor, bu rasma bek yaxshi bo'ldi. Haqiqatan aqlli ekansizlar. Bilamsizlar, men sizlarchilik vaqtimda maktabda o'qiydim. Mushu yangi uyda dars o'qamdi. Bu maktab bizning uydimi cho'nkan? Kitobda yozilishicha, buningda cho'ng maktab bor ekan. Shundaqmi, bey doktor? Shundaq bolalar. Agar bu maktab bitsa, sizlar har kuni somkalarni esib, bu yerga kelib dars o'qiysizlar. Maktabda o'qiydigan bo'ldik. Biz yangi maktabda qulvoq, mükimikilar ilang'ish qatorliqlarni o'ynaydigan bo'ldik. Xushal bo'lib ketganinglarni qaranglar. Qarg'anda maydonni cho'ngroq solsak bo'ladigan o'xshaydi. Maktab bitsa, men nurg'ilgan chiroyli gullarni teriyman. To'g'ri, yana suv ko'lchiga yozsak, men har kuni qulvoq aydiyalayman. Men sakrash taxtasini bek yaxshi ko'raman. Men sakrashga bab usta. Men ilangishni yaxshi ko'raman. Shunga maktabga daraxt tikaman. Bo'lmaydi. Maktabga jiq yaryanqi teriyman. Yaryanqi. Bu nədimi? Məktəb qurish bo'lsin. Men suv ko'lchiga yozayman. Suvlarga ko'ngil maydoni qurib berganlikqa. Sizlar o'ynashni o'ylasanglar bo'lmaydi. Bu maktabni sizlarni yaxshi o'qisin deb salaman. Maktabni yaxshi ko'rgan bo'lsa. Bolalar, sizlarning o'ylig'inglar asli mundaq ekanda. Bolada, men bu xaritini qayt o'zgartib kelay. Bundaqda maktabni qachon solamiz? Bu Bova, bizning maktabning loyihasi bitdimi? Taskan, rostli taskan. Sizlar degandek loyihalar unda oson emas-kan, ha? Lekin ular bek aldiravotdi. Mana shu. Har qanday ishni yaxshi o'ylashib qilish kerak. Oldirg'anqa bo'lmaydi. Men yaxshi o'ylanib, obdaroq chor tepishim kerak-da. Ajab uyqum keldi. Dudu. O'zim etmay, biz maktabga berib dars o'qishimiz mumkin. Cho'toq bo'ldi. Anlashimcha bizning yangi maktabni sommug'idak. Momom bizni izlayotdi. Nim bo'ldi ekan? Momomning bek ochiq kelib ketibdi. Nimish qandi? Bey doktor momomga bizning yomon gapimizni qilgan o'xshaydi. Shunga uning ochiq kelganga. Tezroq mumkin olaylik. Lolo, ding. Sizlar qayerda? Ming, sizlarga yaryanq torti tayyorlab qo'ydim. Momomning ochiq kelmabdi. Yana men eng yaxshi ko'rgan yaryanq torti tayyorlab qo'yibdi. Moma! Men bu yerda. Moma, tez bering. Tez, men yaryanq torti yeyman. Tez menga tort bering. Moma, tortchi, yaryanq tortchi. Tez menga bering. Ming, nemishqa o'zing yolg'iz keldim. Lolo bilan ding qani. Mama, yaryanq tortchi. Tort uyda. Lolochu, tez menga aytib bergin. Bey doktorning uni izlaydigan ishi bor ekan. Siz tort akamidingizmi? Men tort yeyman. Men texi momom bizni adablikligiga o'xshaydi debdiman. Aslida u bizni tomoqqa chaqiribdi ekan. Sen hammani oldin bilalayman deb o'ylama. Lola, bey doktor sizni nemish bilan istagandi? Meningcha cho'qim maktabning ishi uchun izladimikin?
To'g'ri, menimcha shundoq. Necha kundan beri bey doktorning loyihaning ishini deb besh qaytib ketdi. Acaba yangi maktabni rostmi so'lamasmizmi? Bu rostmi? Shu emasmi? Kimsalarni maktab ichida suv ko'lchiga ilangish yasaymiz, yana yaryanq terimiz danglar deb. Maktab silish bizning yanama yaxshiroq o'ynashimiz uchun-ku. To'la xam xiyol qilma. Anglasam maktabda o'qiydiganlar paranglasimi bo'lmaydi ekan. Jim o'ltirib dars anglashi, hojatga bosimi doklad qilib berish kerak ekan. Xohlagancha o'ynashga texim bo'lmaydi ekan. Nima? Aslida bundoq ekanda. Men bundoq maktabga xushtor emas. Hozirda bey doktorning qishig'i berib, bundoq maktabni solmaymiz deyman. Lala ketgili xeyli bo'ldi. Hech kelmaydi-ku. U balkim bey doktorning achchig'ining yomonligini bilmaydi. Men burunli aytgan, Lala aslida bo'lmasa kerak edi. Lala qaytib ketdi. Men keldim. Lala. Lala, nima? Endi qaytib kelibsiz-ku. Lala, maktabni soladigan bo'ldikmi? Bey doktor nima dedi? Nima u? Bey doktor bergan rasm qog'ozi. U bizni maktabni-chi o'zinglar loyilanglar deydi. Rasma? Bek yaxshi bo'ldi. Kilona, biz o'zimizning maktabini o'zimiz loyilaylik. Ma'qul. Bu degan o'zimizning maktabi. Nimani yaxshi ko'rsanglar, shuni sizinglar. Men avval sizday. Maktabning yeniga yo'g'on bir suv ko'lchik silsa, maktabdan quyib berganda kemay desak bo'ladi. Men gul terishni yaxshi ko'raman. Shu maktabning hovlisini gulga to'ldirib etdiman. Men egizak sakrash taxtasini yaxshi ko'raman. To'g'ri, shuni sizay. Amsi men yaryanq teriyman. Maktabga berib, dars tinchig'ach o'ltirib yeyman. Mama, bunda qilishingizga men yo'l qo'ymayman. Meni siz boshqaramaysiz. Bu yerga men yaryanq teriyman. Nima? Hamma yerni sen egallab bo'lsang, men nega gul teriyman? Nimaga vaqiraysiz? Siz bu mening yaryanqimni yeyishni yaxshi ko'rsiz-ku. Men yaryanq teriyman. Men gul teriyman. Yaryanq teriyman. Gul teriyman. Yaryanq teriyman. Gul teriyman. Yaryanq teriyman. Gul teriyman. Yaryanq teriyman. Yaryanq teriyman. To'xtanglar! Bo'ldi qilinglar. Qaranglar sizlarni. Qog'ozni yirtib atdinglar. Endi ishni meni loyli yemaydigan bo'ldi. Bu nima? Ustiga chaplagan bu rengarang narsalar nimaga ishlatiladi? Biz yangi maktabning qurilish xaritasini sizyapmiz. Qurilish xaritasi. Men qarab boqaychi. Sut kamput. Biz sizning yangi maktabning qurilish xaritasini sizib beramikin degan. Men sizib beramdim. Bundaq ishni men qilolmayman. Sizlar berib, bey doktorini izdasanglar bo'ladi. Sizlarga desam, maktab sizlar bilim oladigan yaxshi joy. Bu mağlaning digiri to'g'ri. Sizlar-chi? Bey doktor, bizga tez yangi maktab sep bering. Suv ko'chki bo'lmasimi bo'ladi? Men gul termayman. Amaliyotda o'ylig'ininglar nihoyat to'g'ri. Qaranglar, men aslidagi qurilish xaritasini o'zgartdim. Deganinglarning hammasi bor. Albatta, sizlarga nisbatan o'qish bilan o'yin har ikkalisi muhim. Sizlarning yana nima talabinglar bor? Qani, dav beringlar. Men eng yaxshi ko'rdigan yaryanqimi bormi? Va, yaryanqi yerning ostiga terilgan bo'g'azqa xaritada ko'rinmaydi. Bey doktor, maktabni tez solaylik, biz oldirib ketyapmiz. Yaxshi. O'zimizning maktabini o'zimiz solamiz. Ertadan boshlab ish boshlaylik. Voy, bek yaxshi bo'ldi. Maktabimiz oxiri tutdi. Yaxshi bo'ldi. Yaryanqchi, mening yaryanqimni nega terdinglar? Bolalar, sizlarcha yangi maktab qandaqroq ekan, Bey doktor, yangi maktab rasmligida chiroyli emas ekan. Shundoq, chunki yaryanqi yo'q ekan. Nima bundaq bo'ladi? To'g'ri, topdim. Chunki tamlaq sir berilmabdi. Shu sat ko'rilib qopdi. Qani kelinglar bolalarim. Biz tamni chiroyli sirlab chiqaylik. Yeşil sirlayli, Qizil sirlayli. ko'k sirlayli. Sirning hammasi oviyada. O'zinglar yaxshi ko'rgan rangda chiroyli sirlab chiqinglar. Voy, bek yaxshi bo'ldi. Men qizil rangni yaxshi ko'raman. Men yeşil rangni yaxshi ko'raman. Ko'k rangni yaxshi ko'raman. Ustiga gulning rasmini sezib qo'ysam, maktab texmi chiroyli bo'lib ketadi. Yanada qizil rang eng chiroyli ekan. Meningcha ko'k rang eng chiroyli, chunki osmon ko'k rangda. Yaryanqidan yasalgan tort oq rangda. Men yeşil rangni eng yaxshi ko'raman. O'yinchiqlarimni yeşil ranglik. Voy, bizning maktabdagi chiroyli. Nima degan chiroyli? Men bu yerda dars anglay oladigan bo'ldim.
Oy, pek yaxşı oldu. Oxuyduğum oldu. Məktəbdə oxuyduğum oldu. Yarayan qullar oldu. Yeni sizlar yaxshi ko'rdigan o'qituvchilarmi bor?